rahbarlar qiladigan top 3 ta xato. Buni 90% rahbarlar xato qiladi. Kelar bitta shu xatolar ko'rib chiqamiz. Birinchi xato bu xodimlarga ishonmaydi. Xodimlarga ishonch bermaydi. Topshiriq beradi, tinmay so'raydi, nima qilding, qila oldingmi, qila olmadingmi deb so'raveradi. Xodimni ko'ngli qolib ketadi rahbaridan. Ey qo'y, sal imkoniyat ber, maza qilib ishlaylik degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni xodimlarga mehr muhabbat berib, unga ishonch qilish kerak. O bir payt yoshligimizda kino ko'rardik-da, haligi o'g'riga ham pul berib, tam ishonch bildirsangiz, haligi mas'uliyat his qilib borib tovar olib kelib beradi-da. Demak, ishonch, birinchi o'rinda xodimlarga ishonch. Bizda qanday qiladi? Ishchi beradi-da, salgina buzib qo'ysa, shuni ham qila olmadingmi deb qo'lidan olib qo'yib o'zi qilib ketadi. Keyingi safar o'sha joyga kelganda xodim yana xo'jayin mang deb turadi. Eng qizig'ini aytaymi, bir umr o'zingiz qilasiz keyin. Bir umr o'zingiz bajarasiz o'sha ishni. Ikkinchi xato, ochiq muloqot qilmaslik. Ya'ni xodimlar rahbariga konkretni gapira olmaydi, rahbari eshitgisi yo'q. Men aytdimmi qilasan bo'ldi. Meni gapim gap. Xodimlar fikr bildira olmaydi. Bir-ikki fikr bildirib ko'radi, rahbar cho'p tashagandan keyin yig'ilishlarda uni gapini, "Qarochi" deydi, "Bo'ldi" deydi. Gapirmay qo'yaver deydi, shu bilganini qilsin deydi. Siz noto'g'ri aytyapsizmi, to'g'ri aytyapsizmi, amal qilaveradi-da, keyin bu kompaniyaga minusga ishlaydi. Nimaga? Bitta odamning fikri bitta odamning fikri. Lekin siz ko'pchilikdan fikr olib turib, undan keyin qaror qabul qilsangiz, sizda realni uchadi. Masalan qarang. Kuchli oilalarda ota qaror qabul qiladi, lekin albatta farzandlaridan yoki oiladagi boshqa insonlar fikrini oladi. Chunki oshxona haqida qaror qabul qilmoqchi bo'lsangiz, siz oshxonada ayolingiz ishlaydimi, ayolingizdan so'rasangiz ko'proq narsani biladi. Qayerga tam konditsioner o'rnatish kerak, qayerga xolodilnik o'rnatish kerak, u ko'proq biladi. Yoki bo'lmasa mana yana biznes haqida gaplashaylik, xodimlaringiz ko'proq biladi. Qayerga qanday ishlash kerakligini sizga qaraganda ko'proq biladi o'sha joyda. Albatta maslahatlashish kerak. Chingizxonning kinosini ko'rganmiz-a? Ko'rmagan bo'lsalar ko'ringlar. Chingizxonda aytayapti, dunyoni umuman mana bunaqangi yozishni, o'qishni bilmaydigan odam boshqarganda, bosib olgan. Nimaga? Chunki hammani fikrini oladi, fikriga qarab boshqaradi. Bu juda ham oson. Ana endi bu ikkinchisi demak. Uchinchisi maqtov va tan olishni bilmaslik. Rahbar odam o'zini unchalik ham aqlli emasligini tan olish kerak. Nimaga? Chunki u slishkim aqlli bo'lganda u yana xodim bo'lgan bo'lar edi. U o'sha hamma narsani bilmagani uchun ham biladigan odamlari yig'yapti. Marketing bo'yicha bilimi kamligi uchun marketolog olyapti. Sotuv bo'yicha bilimi vaqti kamligi uchun sotuvchini olyapti. Demak, buni tan olsin. U tan olib turib aytsin, hurmatli sotuvchi, sen mendan zo'rsan. Hurmatli marketolog, mendan zo'rsan. Ishlab chiqaruvchi, slesor, elektrik, tam texnolog, mendan zo'rsan deb tan olsin. O'shanda xodimlar ham, ha, meni tan olar ekan, hurmat qilar ekan deb turib maza qilib ishlaydi. Manzor, men aytganim bo'ladi. Hamma hech narsani bilmaysan, tam shuni ham bilmaysanmi deb tanqid qilavergan saringiz uzoqqa bormaydi. Oddiy oxirgisi, man so'zini unutinglar iltimos. Qaytaraman, man so'zini unutinglar. Man so'zini o'rniga biz so'ziga almashtiringlar. Bizning jamoamiz planni bajardi. Bizning jamoamiz zo'r. Bizning jamoamiz shuncha foyda qildi. Bizning jamoamiz rivojlandi. Bizning kompaniyamiz shu darajaga kelishiga bizning jamoamiz sababchi. Manni unutinglar. Tushunapmiz-a? Mana shu manni unutgan kunlaring faqat ishlaring rivojlanadi. 1 2 3 man so'zini unutamiz. Kelishdikmi? Vso. Bundan ham ko'proq videolarni, foydali videolarni ko'rmoqchi bo'lsalaring, boyiq gap yana. Obuna bo'linglar, podpiska bosinglar, like bosinglar, dal qolgan videolar ko'ringlar. Kelishdikmi? Yaxshi ko'rmasizlar, sog' bo'linglar.